Man Amerika YouTube kanaliga Minecraft o'ynab joylab turgan paytim bir haftada 1000 ta obunachi yig'ilgan. Ammo 4000 soat ko'rishlar va 10 million prosmotr va 3 million prosmotrlariga yetishim ozgina qiyin bo'lgan. Hammaga assalomu do'stlar, sizlar bilan man Farzobek Fayzullayevman va bugun sizlar bilan Lokesem botimizdagi YouTube uchun monetizatsiya o'sha 4000 soatni to'ldirish nakrutka xizmatini ko'rib chiqamiz. Avvalambor mana shu pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Bu Vayn, kino, pino va masxarabozlik kanal emas. Bu sizlar bilan doim hammaga hozirda aynan mana shu zamon rivojlanayotgan paytda, internet rivojlanayotgan paytda kerak bo'ladigan sizlar uchun YouTube kanal xizmati. Mana pastda obuna bo'lish tugmasi turibdi va biza hozir YouTube kanal uchun ko'rishlar, monetizatsiyaga yetish nakrutkalar narxini va hammasini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Telegramda Logesem deb qidiramiz yoki mana shu videoni pastida ham bo'ladi. Mana shu akkauntni profilni shapkasida ham bo'ladi botimizda silkasi. Bu topish muammo emas. Hop, botimizga kirgandan keyin mana adashib qolmanglar. Mana mana shunday past odamlar bor. Hop. Kirgandan keyin startni bosamiz. 3 ta majburiy kanali bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Men obuna bo'lganman. Hop, xizmatlar, yoki YouTube va ko'rishlarni ko'rib chiqamiz. Hop. Qaysi biridan boshlaylik? Birinchi oddiylardan boshlaymiz, keyin monetizatsiya efirlar uchun ham boshlaylik. Hop. Ko'rishlar. YouTube ko'rishlari arzoni, ya'ni 9129 yo'q, 10,000 so'm. Ammo 9000. Ammo sizlar 10,000 tasiz ham bo'ladi. Hop. Narxi 9000, ammo menda chegirma borligi uchun 8000 bo'ladi. Lekin siz ham ko'proq botga to'lovlar qilib, ko'proq mijoz bo'lsangiz, biz ham sizlarga chegirmalar qo'shamiz. Bajarilish vaqti 17 daqiqada bajarilar ekan. Hop, bekor chiqaramiz. Buyurtma berilgan 23 marta u youtuberlar bor ekan bizning ham kanalda. Tezlik 5 kuniga sifat haqiqiy odamlar tomonidan joylashuv aralash, ya'ni bu yaxshi, zo'r degani. Chunki именно bitta joylashuvdan bo'lsang, YouTube videoni o'sha joyga faqat tarqatadi xolos. Demak, shu joy menga yoqdi. Misol, ko'p davlatlarga tarqatib yursa ham bu yaxshi, chunki hamma davlatda monetizatsiya narxi har xil. Hop, havolada bunisi muammo emas. Narxini ko'rib olinglar. Lekin bu videoni siz necha oydan keyin ko'ryapsiz yoki qachon trenddan chiqdi, narx o'zgaradi. Imенно o'sha narx qani deb yana adminlarga java qilmanglar. Narx o'zgarib turadi. Hop, ko'rishlar tezkor, ya'ni 11,000. Hop, bunda qanaqa aralash? Bir umrlik kafolat, bir umr, ya'ni 1000 ta prosmotr ursangiz, bir umr turadi sizni profilingizda. Hop, bu arzonlari, lekin parod qilib qo'yish ham mumkin. Chunki bitta bizni ham botimizda bas, hamma botda ham parod qo'yish arzon narsa, pastdan parod qiladi hayotda ham. Shuning uchun ko'proq men sizlarga oddiylarni emas, bu jonli efir, qimmatlarini sizlarga tavsiya qilib qolaman. Hop, jonli efirlar. Jonli efir qilganingizda 15 daqiqa, 30 daqiqa, 60 daqiqa, 90 daqiqa, 100 daqiqa. Narxlari 5000 so'm. Internet ishlamaydi. 7 marotaba urishgan ekan. Youtuberlar bor ekan bizni ham botimizda. Voy, qattasizlar. Hop, 30 daqiqa efiringizda o'sha 1000 ta odam, 10,000 ta odam rostami o'sha 30 daqiqa atrofida sizlarda aktiv bo'lib turadi. Misol, sizlarga hozir bitta fishkani ochaman. Jonli efir ochdingizmi? Misol, tanishinglar bir 10 ta yoki bir 50 ta tanish bo'lsa, hammasini aytinglar. Jonli efiringizda shu bitta bir daqiqadan tursin. Misol, efiringizga layk bosib 1 daqiqa tursa, videongiz rekord. Demak, siz u layk bosmasa 1 daqiqasi tomosha qilish kerak. Demak, siz efir ochgandan keyin 15 daqiqa turishi уже bo'ldi. U efir tarqaladi odamlarga. YouTube tarqatadi. U bitta qarab o'tirmaydi. Efir jonli 60 daqiqa. Bu 10,000 so'm. Hop, 90 daqiqasi 15,000 va 120 daqiqa. Qancha bo'ladi? 3,5 soat bo'ladimi? 20,000. Hop, bundan chiqamiz va ko'rishlar aynan siz tanlagan joy. Mana ko'rishlar monetizatsiyaga o'tamiz. Hop, monetizatsiya ko'rishlar. Ya'ni bu dollarni tushunmayman to'g'risi. Mana ko'rishlar 1000 tasi. Ya'ni bu 4000 ta uradigan bo'lsangiz, 4000 soatga yetadi. Monetizatsiya, именно bu monetizatsiyaga taalluqli. Tepadagilari faqat ko'rish. Hop, 1 soat 17 daqiqada bajarilar ekan. Mana hammasini ko'rishingiz mumkin. Bitta o'qiylik. Monetizatsiya mos sifatida ko'rishlar. Video statistika va tabiiy yordam beradi.
Dedim ijobiy mumkin, lekin aniq va barqaror birinchi sifatida. Hop, bu qancha ekan? Uning narxi 16 ming, 16,5 ming so'm ekan. Hop, yaxshi. Hop, endi 33 mingligini ko'ramiz. Lekin narxlar arzon, chunki biz bu Lokesm. Lokesemda ya'ni ochish, hamma narsa ochilgan. Actually arzon degani. Xo'p, bajarish vaqti 2 kun, 2 daqiqa. Xo'p, bo'ladi. Mm, aktivni kuchaytirishga yordam beradi. Ko'p odam aytyapti, YouTube aktivni o'ldiradi deb. Kamera o'chib qolyapti. Aktivni o'ldiradi, aktivni balkim o'ldirar, balkim bloklar, lekin u balkim bilan qolib ketgan. U telefoning IP adreslari kuygandir yoki Java yeb qolgandirsan. U san shunday o'zi Java yeb nakurkani problema qiladigan bo'lsang sezib qoladi, lekin yangi YouTube kanalga yoki davomiy YouTube kanallarga bu zarari yo'q. Hop. Xullas, mana shularni sizlarga ko'rsatmoqchi edim va kommentda yana yozinglar YouTube uchun yana qaysi xizmatlarni sizlarga ko'rsataylik va botimizni ham bitta kirib ko'rib chiqinglar va nimalarni qo'shaylik. Nazarda qo'shadigan narsani o'zi yo'q, lekin biz harakat qilamiz. Kommentni ham o'qib chiqaman va hamma plyus qoldirsin ko'rganlar oxirigacha. Hammaga rahmat.